بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Qisosun Nabiyin kitobidan darsimizni davom etamiz. Endi navbatdagi payg'ambarimizning qissasi bu Musa alayhissalom. Endi mana shu qissada birinchi mavzu bu min Kan'ana ila Misra, Kan'andan Misrga. انتقل يعقوب عليه السلام إلى مصر وانتقل معه أولاده. Endi birinchi bo'lib Musa alayhissalom qissasiga kirishdan oldin bir unga muqaddima qilib mana shu qissalarni keltiryapti. Chunki mana bu qissani Musa alayhissalom qissasiga bog'liqligi bor. Min Kan'ana ila Misra, Kan'andan Misrga. انتقل يعقوب عليه السلام إلى مصر وانتقل معه أولاده. Yaqub alayhissalom Misrga ko'chdi va u bilan birga bolalari ko'chdi. انتقلوا إلى مصر لأن يوسف ابن يعقوب عليه السلام هو سيد مصر يأمر وينهى فيها. Misrga ko'chdi chunki Yaqubning o'g'li Yusuf alayhissalom u Misrning sayyidi edi, unda buyurar edi va qaytarar edi. وكانوا في كنعان يرعون الغنم ويحلبون الشاة ويبيعون الصوف. وكنعanda qo'ylarni boqar edi va qo'ylarni sog'ar edi. ويبيعون الصوف va junlarni sotar edi. وعبيد يوسف وخدمه يأكلون وينعمون في مصر. Yusufni qullari va xizmatkorlari esa Misrda yer edilar va noz ne'matlardan foydalanar edi. فما يصنعون في كنعان ولماذا لا يذهبون إلى مصر. Endi bular Kanonda nima qiladi? Nima uchun Misrga bormaydilar? أرسل يوسف إلى يعقوب وأهله وطلبهم من كنعان. Yusuf Yaqubga va uning ahli oilasiga elchi jo'natdi va ularni Kanondan talab qildi. وكان يوسف لا يطيب له طعام ولا شراب حتى يرى أباه وإخوته. ويوسف unga lahu ya'ni Yusufga demoqchi. Va Yusufga to otasini va aka-ukalarini ko'rmagunigacha ovqat ham, ichimlik ham tatimas edi. La yatibu unga tatimas edi. وكيف يطيب له طعام وشراب وكيف يطيب له عيش وهو وحيد في مصر. Unga taom va sharob qanday tatisin? Qanday unga maishat tatisinki vaholanki u Misrda yakka o'zidir. وماذا يصنع بالقصور وأبوه وإخوته في بيت صغير من كنعان في كنعان. Otasi va aka-ukalari Kan'onda kichik uyda bo'lgan holatda qasrlarda nima qiladi Yusuf? وجاء يعقوب وأولاده إلى مصر فاستقبلهم يوسف وفرح بهم فرحا عظيما. ويعقوب وبالالari Misrga keldi va Yusuf ularni kutib oldi va ulardan juda qattiq, juda ulkan xursand bo'ldi. واستقبلت مصر أسرة سيدها وأسرة ملكها الكريم. va Misr sayyidini oilasini va eng saxiy podshohini oilasini kutib oldi va undan o'ta qattiq xursand bo'ldi. Misr ahli ham xursand bo'ldi demoqchi. وأحب أهل مصر هذا البيت الكريم. Misr ahli bu asl zot xonadonni, karim asl zot yoki shu ma'nolarda bu asl zot xonadonni Misr ahli yaxshi ko'rdi. لأنهم يحبون يوسف لكرمه وإحسانه إلى الناس. Chunki ular Yusufni insonlarga bo'lgan saxiyligi va ihsoni uchun yaxshi ko'rar edilar. ولأنهم رأوا في يوسف أخا ناصحا شفيقا فرأوا في يعقوب والدا ماجدا كريما. ويانا chunki ular Yusufda nasihatgo'y, shafqatli akani ko'rgan edi. Chunki ular Yusufda nasihatgo'y, shafqatli akani ko'rgan edi. Va Yaqubda esa asl zot, saxiy otani ko'rishdi. وكان يعقوب كبير البلاد وشيخ مصر. Va Yaqub shaharlarni kattasi
va Misrni qariyasi edi. Va kana ahlu Misr lahu kalabnay. Va Misr ahli unga bolalardek edi. Va tabat li Yaqub va abnaihi al-iqamatu fi Misr va sarat lahum watanan. Yaqubga va bolalariga Misrda yashashlik yaxshi bo'ldi. Tobat yaxshi bo'ldi, yoqimli bo'ldi. Va sarat lahum watanan va ularga vatanga aylanib qoldi.